Eskirib qolgan smetana, 4 dona tuxum va shunaqangi barakali 1 lis shirinlik. Un bilan sariyog'i urpoqlab, pyurmilkini, smetana, sirasi xetsil, 4 dona tuxum sarig'ini solib, yumshoq pisochniy xamir qorib olamiz. Xamirni bo'laklarga bo'lib, muzlatgichda muzlatib olamiz. Xona haroratidagi tuxum oqiga shakardan oz-ozdan qo'shib, bize tayyorlab olamiz. Muzlab olgan xamirni qirg'ichdan chiqazamiz, ustidan bizeni solib, tekislab yong'oq sepamiz. Qolgan yarim qismini ham ustiga chiqazib, duxovkaga pishirishga jo'natamiz. Tezgina tayyor bo'ladigan barakali 1 lis shirinligimiz ham tayyor bo'ldi. Shunaqa kerakli va ishonchli retseptlar uchun menga obuna bo'ling, videoni yaqinlaringizga ham jo'natib qo'ying. Eskirib qolgan smetana, 4 dona tuxum va shunaqangi barakali 1 lis shirinlik. Un bilan sariyog'i urpoqlab, pyurmilkini, smetana, sirasi xetsil, 4 dona tuxum sarig'ini solib, yumshoq pisochniy xamir qorib olamiz. Xamirni bo'laklarga bo'lib, muzlatgichda muzlatib olamiz. Xona haroratidagi tuxum oqiga shakardan oz-ozdan qo'shib, bize tayyorlab olamiz. Muzlab olgan xamirni qirg'ichdan chiqazamiz, ustidan bizeni solib, tekislab yong'oq sepamiz. Qolgan yarim qismini ham ustiga chiqazib, duxovkaga pishirishga jo'natamiz. Tezgina tayyor bo'ladigan barakali 1 lis shirinligimiz ham tayyor bo'ldi. Shunaqa kerakli va ishonchli retseptlar uchun menga obuna bo'ling, videoni yaqinlaringizga ham jo'natib qo'ying.